Islom sir bilan qishloqi va bugun biz PvZ2ni garo xotiralari bilan o'tishda davom etamiz. La'natlangan joydan chiqqach, hatto ikkita bosqichini o'ta olmadim. Men yomonam epichni joyga yetib keldim. Birinchi bosqich. Tak, bu bosqichda nima kutib olar ekanmizda? Eng oddiy zombilar. Bu normal. Standart naborimni olaman, faqat garohli laza qo'shaman. So'taki bu bratishga kelajakda o'zini ko'rsatadi degandim. Hozir ko'rasizlar buni nimaga qodir ekanini. Prosta agar qisqacha tushuntirsam qaranglar. Bu garohli laza ichida turgan o'simlik bilan garoh xotarga kirsa o'zini 1,5 marta uronini ko'paytiradi. Ya'ni bu 20 HP o'rniga 30 HP jon oladi. Ichidagi masalan garoh xotar 37,5. Bu degani esa agar birga bo'lsa 87,5 jon oladi. Так, quyosh cho'ta yetmayapti. Zato biz tepadan olyapmiz va nihoyat quyoshni osmondan olyapmiz. Qabrlarni buzib emas. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti. So'taki eng birinchi bosqich. O'rtadagi gazanaka silka bilan xayrlashamiz. Agar prorив qilsa rozi emasman. Bo'ldi, himoya qilindi. Parkku yordam beryapti. Va nihoyat tinchlandi hammasi. Kim bilmasa, agar har xil qo'shiqlar o'zgarganidan zombilar ham qobiliyati o'zgaradi, to'g'rirog'i tezligi. Masalan, boyagi popjam bo'lsa, ular tinchgina yuradi. Ayni hozir popjam. Agar rock music bo'lsa, boyagi tezlashadi, ko'rganingizdek. Va agar o'zini oddiy qo'shig'i bo'lsa, Neon Mixtape turni hech narsa qilmaydi. Aytgancha, hozir bular 67,5 jon olyapti. Bu degani 2 otar plus garoh xotarni urg'oni. Minus zombilar va qoldiqchalarni o'zi qolgan quyoshlar bilan yo'qolamiz. Uncha kutib o'tirgim kelmayapti, qanday yo'q qilayotganini ko'rib. Shu uchun yordam berib qo'yamiz. O'lib bo'ldim. Mayli. Pulimiz 16,000 ta. Qora davrlardan chiqqach, mana shunaqa pul kamayib qoldi juda. Ikkinchi bosqich. Avvaldan o'tib qo'yganman bugun o'tadigan bosqichlarimizni hammasini, shuning uchun hayron qolmanglar. Tak, people 75 quyosh. G'alati eshitilmasin. Tak, eng keraklilarini olaman. Miyatani faqat ekstra holatlarda olamiz. So'taki u kuchli o'simlik. People 75 quyosh uchun rahmat. Ikki chiziqdan ikkita har xil zombi, rozi emasman. Bunga rahmat emas. Bu bosqichda meni eski taktikamni qo'llaymiz. Bu taktikaning nomi esa Tirpila taktikasi. Hozircha faqat garohli lazalarni ekamiz. So'taki garoh xotirdan kuchliroq 75 quyosh emas, 25 quyosh evaziga. Va mana faqat rock music bo'lsa, mana qobiliyatini ishga tushiradi, eslashdi. Oddiy qo'shiqlarda ishlatmaydi. Kim bilmasa. Ko'pchilik o'ylash bo'yicha bu faqat mana shunaqa sakrab tep yuradigan deydi. Aslida hamma adashadi. Bu tep yurmaydi aslida umuman. Nechestno вообще-то. Sразу ikkita punkni bitta joydan chiqarish aytgan narsam bo'ldi.
Mayli. Все-таки chidamliligi juda zaif bu pankda. Если что, bu zombini nomi Pank, zombi Pank. Va bo'ldi g'alaba. Demoqchi edim, aslida bitta paqir bor ekan. Ay bilin. Nuda. Oxirida shunaqa qilishni yaxshi ko'raman. Prичем tezroq yo'q qilish uchun oxirgi zombini 10 soat kutib o'tirmasdan. 4-bosqich, 3-bosqich Liboy boshqa lokatsiyaniga o'xshab konveyer. Da, har bir lokatsiyaning 3-bosqichi konveyer ekan. Aytgancha 4-bosqich bu ekan. Nima desam ekan? Eng muhimlarini olaman. Da, shular eng muhimi men uchun. Metani olganimda bitta sabab bor. Bu yerda oxirgi volnada shunaqa tavba chiqadi. Xuddi garoxotarlar даже gazinakasilka bilan ham eplolmagan oxirga yaqin. Shunga yutqizgandim bir necha marta. Mana shunga mana metani oldim. Boshida faqat mana shuni ishlatamiz. Takanishni 25 qo'yishga qimmatroq. Lekin shunga yarasha kuchliroq ham, ancha kuchliroq. Где-то bir mana shu katakka kelgandan keyin zombi garoqli lozani qo'yamiz. Loza. Yo-mayo. Точно bir o'zi eplolmaydi. Nima qilib qo'ydim? Yo, brat, qo'lim qiyshiq. Mana qaranglar, tezlashib ketdi zombilar. Har biri. Pastda cho'ta ko'p emasmisizlar? Bo'ldi. Tinchlandi hammasi. Buni orqaga qo'yamiz bitta. Bir marta metani ishlatib qo'yamiz, po prikolu. Nifiga, bittada yetib o'tirdi konuslikni. Garoqli lazani aytyapman. Yetib o'tirdi deb. Ko'proq garoxotirlar bilan lazalarni qo'yishim kerak men. Deysel, men taktikam bu lokatsiya uchun aynan shunaqa. Ishlat olmagan narsamni ishlatish. Qora davrlarda shunaqa postoyanno ishlatkim kelardi, lekin ishlat olmasdim. Chista quyoshni ekonom qilish uchun. Va mana final. Va bekorga vahima qilib olmadim metani men. Mana uni qaranglar. Bo'ldi meta. Yordamga. Bo'ldi. Simmetrichni chiqdi lujayikamiz bu safar. Birinchi marta если что. Yo'q, birinchi marta emas. Qadimgi ucho'lda ancha marta simmetrichni qilgandik lujayikamizni. Ko'p ruscha so'z qo'shyapman, to'g'ri, lekin men ruscha ko'raman. Qog'ozini faqat ruschalardan o'rganganman. Ruslardan, rus youtuberlardan. Короче, tushundingiz. Gandishdan deb qo'shiq eshitib o'tiribdi. Короче, meta yana bir marta biz bilan. Bu safar nima? Qanaqa talpa chiqar ekan-a? Taktikamda, если что, taktikamni o'zgartirmayman. Lekin bu safar хотя бы chut osonroq bo'ldi. Chunki menga yordamchilar berib qo'yishdi, bitta emas, ikkita. Yong'oqlarni ham hisoblash kerak-ku, lekin buni hech kim ko'rmadi. Bo'ldi, prям hech kim ko'rmadi buni. Yutqizganimni hech kim ko'rmadi, короче. Да, конечно. Neon mixtape turmay o'ylaganimdan oz qiyinroq ekan.
Mayli. Yo'taki lokatsiya ham juda qiziq lekin. To'satdan bilamiz qayerdan chiqishini birinchi ikkita zombi. Shuning uchun именно o'sha chiziqlarni himoya qilamiz. Короче, farqi yo'q. Birinchi o'chirit mana ikkovlovni himoya qilamiz. Tinchishdan degan qo'shiq eshitib o'tirganlarni. Yong'oqlar chidamli, shuning uchun chidab bersa kerak. Hatto fakt emas. Da, chidab berdi. Na, chidab berdi. Yomon ham chidar ekan. Yomon ham chidab berar ekan. Albatta chidab bergani yo'q. Просто aytayapman men. Ha, baribir bir kataga orqaga tepding-a. Noinsof. Tank. Yey. Qizg'in. Ay, ulgurmadi. To'xtang. Agar nima bo'ladi, men bunga barib bersam. Tak, finalni kutamiz va yo'q. Nima bu? Чересчур kuchli narsa ekan lekin-chi. Barga mana uni. Yo'q, unday qilma. Boshqa sholg'omni yeb ketishdi. Mayli. Bu safar ham inventarimni ko'rmas ekansiz, chunki shu joyiga videoni ulayman. Qaytadan o'tganim kimga qiziq. Yana final va bu safar bemalol o'tsam kerak. Juda kimyata bor bu safar menda. Da, bu safar o'ta oldim. Kim shubha qilibdi-ya? O'tolmaydi deb. Miyata bo'lsa bo'ldi, hamma muammolar hal bo'ladi har doimgidek. Mayli. Shu joyda videoni tugataman. Sizlar bilan qishloqqa edi. Hammaga xayr. Like va obunani unutmaymiz. Keyingi safar ko'rishguncha.